ko'cha hayot, ko'cha sistema mendan qolgan, sendan ham. Alo. Assalomu alaykum dada. Va alaykum salom. Saytdan 1000 pul olib chiqib, qimorga yutqazib qo'ydim. Qaydasan sen? Boshim olib chiqib ketyapman. O'zi bu uyga ortiqchami? Hech kim meni tushunmaydi. Amca. Keldingizmi? Yaxshimisiz, tinchmi, nima gap? Karta o'ynash bilasizmi? Karta? To'g'rilanimda karta o'ynaman. Amza karta o'ynamol yo'q edi. Nimaga? Qancha pul yutqizgan? Karta o'yinliklari. Bibi. 10 ming. Shuni qaytarib olishimiz kerak. Bo'ldi, tamom, menga bitta imoqling bittada yutamiz. O'ynash bilasizmi? Bilaman. Yuring. Bachangizdan kelibsan-da, Ismat. Avo, sanlar pul yutqizibdi-ku. Shu pul qaytarib olishga keldi. Tikisha biron nimang bormi? O'yima tikaman. O'ynaysanmi? Qo'li so'rayman, qo'li. Qo'lingizdagi kartani so'rayapti bu. Ha, 6-manda. Ha, yuring hay. Hamsa yettelam nechida turasiz? Men ertang soat 5:30 da turaman hamsa. Turganimdan mollar kunjalasini beraman, keyin beda press beraman, mollarga qarang. Of. Necha yoshda maktabga borgansiz? Men maktabga 5 yoshimda borganman. Ha, o'ynash bilaman dedingiz-ku. Ay, to'yda zo'r o'ynayman. Onasini emsen. Men sizga kartada o'tirman. To'y nima roqas bo'lsa kartada o'tirmiz-ku. Hakka. Qaysini yurgi? Ha, 6 bormi? Ey, o gaplashmanglar qanday bizga gap o'tganimiz yo'q-ku. Hay shuni yuzimizga aytsangiz ham bo'ladi, devol aytanchi, eshitib o'tiribmiz-ku. Astag'firullah. Nima bo'lgan? Ko'zi ko'rmaydi buni. Ha, Siz hayotim, alam turnar qalbimni, adovatli yuragim, sog'dirmas nafratimni, nohaqlikdan charchadim, qo'lga olmasman o'zimni. Nega dunyo bilib turib, yomonman sen ko'rib turib. O'ynamayman men. To'xtang. Ana nima o'ynayapsiz? Yuring deyapman, 2 soatda men yuring tamom deyapman. Ha, bo'ldi, men tushundim sizni. Ana bu tuzzot. Ana oltagim. Patronang meni qo'limda karta bor-ku. Ha? Qimor o'ynama dedi. Oxiri yo'q bu narsani, oxiri yo'q. To'xtang, o 10 ming so'm pul yutqazdim dada. Sizlar o'yinni yutqazib o'tiribdilar. Nima? Usti bilan urishdim darvar ustida. Hamsiyamiz Ismat bilan urishdim, yana suv ustida. Yanami? Ha, yana. O'zingizlar nerda urishasizlar? Menga qara, ustini xotini bilan urishasanmi? Ismat xotini bilan urishasanmi? Yorib tashlayman. O'zi bilan ham urishaman kerak bo'lsa. Menga qara, o'zim seni trinovka qilib tayyorlantiraman, ertaga jang uyushtiramiz. Yur xotin. Bo'lmasa hozir trinovka qildiraman seni. Ertaga jang tashkillashtiramiz. Davay, turing, ketdik. Kirqan xotin o'yga kirqani? Uydan nima qilamiz? Trinovka qilamiz. Uydan. Aha, hardan. Kirqani, o'rgataman o'zim. 1. To'g'ri ur qani, to'g'ri ur. Qanday? Kir, yana bitta. Trinovkada qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi. Yur xotin. Xotin zo'r, davay, ko'tar. Ha, ishla, o'qirachi. Davay, xotin itni yoramiz ular, yoramiz. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Bugungi Samon Press ligamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hamda davramiz to'riga ikki boyeslarimizni chaqiramiz. Qani? Kelinglar. Qo'rqmang. Bo'ldi, o'zingizlar bo'lsin. Endi jang boshlashdan oldin men sponsorlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. O'zi bitta sponsorimiz bor, u ham Chorakani magazni. Yutgan odam 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz, yana 5 litrli yog'. Undan tashqari nokaut qilsa deyapti, 2 kilo go'sht ham qo'shib beraman dedilar. To'g'rimi, nima deysizlar shunga? Ma'qulmisizlar? Davaymi? Davay. Bo'lmasa jangni ochiq e'lon qilamiz. Qani? Boyeslarimiz hamma tayyormi? Siz tayyormi? Biz tayyor. Ha. Siz tayyormi? Ha, tayyormiz, xotin. Boyeslarimizni jang maydoniga chorlaymiz. Qani kelinglar, yanglar. Birinchi raund. Voy! Ha. Osmonda qushlar uchganda. Voy, to'xtang. To'xtang. Sochidan tortish yo'q, to'xtang. Birinchi raund tugatildi. Voy! Xotin yaxshimisan? Nima sochidan tortding? Yig'lasin-da sochini. Turkalar o'xshaydi. Emotsiyada bo'ladi. Normalmi xotin emas? Menga qara. Qo'rqmadan cho'kib ketyapti. Men suv ichasan. Oy, dadasi ko'zim ochib ketdi. Yo'q,
No'sin bor-ku, uzun. Presliga jangining kulminatsion nuqtasi. Ikkinchi raund. Fight! Yig'lama muhabbat yig'lama yoningda o'zim bo'laman yig'lama muhabbat yig'lama Birinchi o'rin sohibasi ustini Xo'sh, Ismat aka, xotiningiz boshida zo'r urushib o'tirgan sochidan tortib nimaga mag'lub bo'ldi? Xotin nimaga mag'lub bo'lding? Aldadim ana ustining xotini. Nima deyapti? Stoykada urishaman degandi. Ana bugun yangi yil. Bitta odam topishim kerak man. Bir o'zim bu og'irlik qiladi. Ichim qisadi bir o'zim. Birini olishim kerak, mayonez dedi. Shu olive. Hamsa. Jonating. Ha, men qarang bitta ish bu. To'xtang. Usijon, endi sizga bir xizmat bor. 2 minutlik. Men seni hech qanday xizmating qilmayman, Ismat. Asamizmi? Men qarang, Usijon. Qarang, ichimizdagi husumatlarni eski yilda qoldiraylik. Yangi yil kelyapti. Bir xursand bo'lib uyda bir 2 minutlik xizmatchi bor. Menga qara, 20 ta yangi yil kelsa men sen xizmating qilmayman, Ismat. Men qarang. Uyda konyak bor. Hamsiya jonim. Bunday xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. 5 butilkagacha qilaveramiz xizmat. Men qaytmayman. Siz eng zo'r hamsiyamsiz. Endi o'tmishda qolgan husumatlarni qoldiramiz. Qoldi hamma. Yangi yilda aql bo'lamiz. Yangicha. Aql bo'lamiz. Chili 40 ming tamom. Chela tegmang siz ham. Men 40 mingman, siz ham 40 ming tamom. Tamom. Oldik. Ikkimiz ham suv ichamiz, 30 la suv ichsin. Tamam, men tarafini ko'rmang, hamsiya. Oldik. Tamam. Mana qarang, o'z qiyra ketayotgandingiz. Hamsiya shuni yaxshi eslatdingiz. Keliningiz Aliviya qilaman dedi. Bodring bor. Keyin kalbasa. Kalbasa ham o'zimda bor. Mayonezmi? Mayonez yo'q lekin. Olib kelish kerak-da. Lekin ana shu xizmat tugasin. Keyin bemalol mo'jnasiz. Men tugatib keyinmi? Yana bitta odam chaqiramizmi yo'q? Haqiqatan tezroq tugaytibdi, chaqiring. Bitta odam chaqiraymi? Chaqiring, tezroq tugaytmi? Mana shu darvozadan chiqaman, birinchi ko'rgan odamni olib kelaman. Davay, tezroq. Hozir ana shu yerda kuting, ham ketmang. Diyalarni ishta qilaman, diyalarni. Kim bor ekan? Qorbo. To'q, ber. Dadam nima deykan endi? Hozir. Hamsa qo'rbon top keldi. Qo'rbon top keldi. O'tir. Zerichadi qorbo ham. Shir aytib beradi bizlarga bitta. Biz sovg'a beramiz keyin. Alloh. Keling. Qo'y. Zokir. Amakidadan bilmaslik iltimos, jim o'tir. Bil. Hech kimga gapirmayman. Nima beraylik? Bering. Yo'q, nima? Yo'q, dadam gapiradi. Ana, dadasi. Dadang bilan men o'zim gaplashaman. Ol qorbo, ol. Odam o'zi bilan ham o'zi gaplashadi-da. Gaplashadi. Olgansiz. Gapirmang. Oling. Hamsiya? O'g'lingiz ham ichami bundan? Yo'q. İçmeyin. O'g'lim xudoga shukr aqlli. Ana. Hozir uyda dars qilayotgan bo'lish kerak. Qorbo bog'ning kiyimida. Nima deganingiz? Ya, o'z ichsa nima qilasiz? O'g'lingizni ichsa nima qilasiz? Tasavvuring ichdi. Ko'p gapirdingiz-da, olinglar. Ichsa og'zini yirtaman. Yirtadi. İçməsin. Qorbo lekin ko'p durtasiz meni. Oling, ketdik. Hamsiya! Shirdami? Menga qaranglar, xotinga iltimos men yozilgansa. Sho'vir qilmang, to'xtang hamma, o'zi yo'ling topamiz hozir. Nima? Hamsa, yaxshi keldingmi? Yangi yillaringiz bilan. Hay, mabodo yerim kelmadilarmi? Eriz kelmadi lekin. Bilasizki, men urushqliman eriz bilan. Qorbo keldi, qo'rqiz keldi, eriz kelmadi lekin. Uyli agar eriz kelmadi. Mana qo'rqiz chiroyli lekin. Assalomu alaykum. Husniya otdi mana. Ko'ryapsizmi Husniya kapak mana. Nima? Narsa olib chiqsin ha bu. Bacham, o'g'lim. Ha, dada. Ana bildi, İsmat o'g'liligini bildi. Dadasi? Ana. Bu ham bildi. Al, qo'ydi.